Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Ancha vaqtdan beri Sezir natnajnoy patologlarni reklamasini YouTube kanalimda olib boraman. Shu mening reklamalarimdan ko'rib, elimizni taniqli insonlari, yaxshi insonlar tanlov qilgan. Bugungi uyina natnajnoy patolog o'rnatgan insonimizni hamma taniydi. Hofizimiz to'ylarimizda xizmat etuvchi xushovozxonanda Sherali Aqmanovning xonadonlarına Sezir natnajnoy patologlarni o'rnatdik. Sherali akam o'zlari hozir xizmatda ekan, bo'lmasa chiroyli etib intervyu olataydim. Borib Suhrab kafening yanında ofisimizga borib, nomerlarni olib, sifatni ko'rib, gaplashib, undan keyin zakaz etganlar. Hozir uyini o'rnatdik, 2-etajini. Oiladagi hamma xursand, chiroyli bo'ldi, faiz kirdi bu natnajnoy patologlarni o'rnatgandan keyin. Narxlar ham albatta kelishilgan. Narxda bo'ldi. Ham bir yangilikni aytib o'tamiz. Oldin kelib natnajnoy patologlarimizni o'rnatish, ustanovka qilish hammasi ichinda edi. Endi bizlarda optim narxlarda lyustralarimiz ham bor. Ya'ni siz natnajnoy patologni olib kelib o'rnatgandan keyin osmon lyustralar xizmati ichinda edi. Endi shu xizmatimiz uchun lyustralarimiz ham bor. Optim narxda, uni ham arzon kelishilgan narxda beramiz. Lyustralarimiz ham har xillari bor, ko'rib, tanlab zakaz etsangiz bo'ladi. Hammasi kelishilgan narxda bo'ladi. Hozir ichkariga kirib, syomka qilamiz. Shu qo'yilgan natnajnoy patologning sifatlarini, lyustralarimizni bir ko'rsatib o'tamiz. Sezir natnajnoy patologlari o'zining shunday maxsus biriktirilgan mashinlarida kelib, bolalarimiz tez o'rnatib ketadi. 1-2 soatning ichida shunday toza, akkuratni ishlab ketadilar. O'rnatib bo'lingandan keyin yozma ravishda shunday garantiya talonlarimizni berib, telefon nomerlarimizni berib ketamiz. Pechat bosilgan. Albatta, bu ham bir ishonch bo'ladi. Aytilgan muddatdan oldinroq agar defekt bo'ladigan bo'lsa, absolyutni qo'yilgan patologlar almashtirib beriladi. Bu yer remontdan oldin natnajnoy o'rnatdi, zo'r tanlov qilgan. Qarang, aqlli insonning tanlovi baribir yaxshi bo'ladi. Remontdan oldin o'rnatildi. Endi devorlari remont bo'laveradi. Agar devor remont bo'lgandan keyin o'rnatsangiz, devoringiz shikastlanishi mumkin degan fikr bo'lganda bularda. Remontdan oldin natnajnoylarimiz o'rnatdi. Shu bugungi lyustramiz ham bizlarning hisobimizdan bo'ldi. Ya'ni Sezirning hisobidan bo'ldi. Lyustralarimiz hammasi optim narxda. O'zini mos keluvchi xonaga lyustra tanlaganlar. Agar sizni xonangiz kattaroq bo'lsa, kattaroq lyustralarimizni ham tanlashingiz mumkin. Ikkisi bir xil, to'rtisi bir xil etib ham o'rnatib beramiz. Agar kimga shunday sifatli natnajnoy patologlar kerak bo'lsa, bemalol ikkilanmasdan Sezirga murojaat qilishlaringiz mumkin. Albatta, Sezir aqllilar tanlovidir. Lyustramizga qiziqqanlar bo'lsa, narxi aytilganday optim narx 55lik lyustramiz 320 ming so'm bo'lgan. Kelib o'rnatishlarimiz besplatniy. Natnajnoyimiz ham o'lchashimiz, davragini bagetlari, shurbi, mexi kelib o'rnatishimiz besplatniy. Faqatgina natnajnoy patologning kvadratini g'ana pulni berasiz. Bo'ldi, kelib o'rnatganimiz uchun alohida pul olib, ya sizni ovora etib bozorga mex shurb qo'yib bermaymiz. Hamma narsa o'zlarimizda. Ana endi shuni ham yana yengillashtirish maqsadida shu lyustralarimizni ham o'zlarimiz olib kelib o'rnatamiz. Agar kimga narx qiziq bo'lsa, 55lik eng yaxshisi, sifatlisi 320 ming so'mdan. Ana endi narxni solishtirib ko'ravering. Bizlarning xizmatlarimizdan foydalansangiz hech qachon afsuslanmaysiz. Sezir bu aqllilar tanlovidir.